Qadrli guruh a'zolari, aziz obunachilarim, avvalambor kirib kelayotgan yangi yil 2026-yil bilan barchalaringizni tabriklayman. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, eng muhimi sog'liq tilayman. Yangi maqsadlar sari odimlashda charchamanglar. Ayni vaqtda nemis tiliga qatnayman uchun kun bo'yi 8-9 soat ham nemis tili darsimga qolib ketishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun psixolog konsultatsiyasi, salomatlik konsultatsiyasi, bolalar, kattalar diagnozlarini aniqlash, tashxis qo'yish, onlayn va tabiiy yechim berish, psixolog yordami, dietolog yordami sanoqli miqdorda olaman. Zarur holatda, muhim holatlarda bo'lsa sanoqli tartibda qabul qilaman va bolalar masaji, ayollar masaji, yuz masaji bo'yicha ham ayollar bo'yicha yuzda ugri, ajinlar, dog'lar, muammolarga ishlashmi, biznes o'rgatish yoki boshqa tartibdami, ularda ham sanoqli ertalab yoki vaqtli, ertalab barvaqt yoki kechga yoki bitta yoki ikki kishini qabul qilaman bor yo'g'i. Ertaga bugun kechga Zarafshonga chiqib ketaman. Zarafshonliklar bo'lsa yoki yaqinlaringiz bo'lsa, konsultatsiyaga yozilmoqchi bo'lsa, salomatlikdagi muammolardan charchagan, aniq diagnoz topa olmayotgan, sog'lig'ini yechimini topa olmayotgan, chiroyli yosharib, ozib, ideal vaznga ega bo'lib, ruhiyati bilan ishlab, daromad topib, qanaqa yo'nalish bo'yicha qosh yuz terdirmoqchimi, yuz masaji olmoqchimi, bolajonini masajiga olib kelmoqchimi, Zarafshonliklar bo'lsa, bugun kechga Zarafshonga chiqib ketaman. Xudo xolasa ertalabdan navbatga yozilganlar bilan navbati bilan ishlashni boshlayman. Shu yangi yil kanikuliga Zarafshon shahrida bo'laman. Bemalol yaqinlaringizga yetkazib qo'yishlaringiz mumkin. Telefon raqamim yoki rechkamga bog'lanib, necha kishi qabulga kelmoqchisizlar, konsultatsiyaga to'lovini qilib 50% joylaringizni band qilishlaringiz mumkin.